ko'rinishi kerak agar internetingiz yaxshi bo'lsa. Bugun butun savollardan tahlil qilib chiqamizda 7-sinfda yana savol-javob qilamiz va 8-sinfdan 10 ta mavzu aytilganidek savol-javobga ko'rib chiqamiz bugun. Qaysi savolni ko'ramiz? Nechinchi savolni ko'ramiz? Mana bundan birinchi ko'raylik. Mana shundan birinchi savollarni tahlil qilib chiqamiz hozir. O'zim ko'rsatib beraman hozir masalani ishlaymiz. Ishlashga qiynalgan bo'lsangiz, men hozir bitta ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib mana shundan boshlaymiz. Birinchi savol. Tashlagan shu hozir arifmetika qilgan testlarimdan birinchi savol. 100 gram 6,84% alyuminiy sulfat eritmasi ekan. Mana alyuminiy sulfat eritmasi. Xo'p, sразу yozib ketaman. 100 gram 6,84% degani ichidagi erigan modda alyuminiy sulfat 6,84 gram bo'ladi. 100 gram 100%, 684 qancha desa shunaqa bo'ladi. Alyuminiy sulfat molini topish uchun 342 ga bo'lamiz. Molekula massasi 342 0,02 mol. Endi u bilan reaksiya kirishyapti natriy karbonat. Natriy karbonat reaksiya kirishyapti. Uni ham birinchi bo'lib reaksiyasini yozib olaylik. Mana alyuminiy bilan natriy joy almashadi. Alyuminiy karbonat chiqishi kerak. Lekin bunaqa tuz mavjud emas eritmada. Bunaqa tuzni o'zi yo'q. Sababi hozir bunaqa tuz eritmada mavjud emas. Eruvchan jadvalida alyuminiy kationi bilan karbonat anionni birlashtiramiz. Bu yerda masalan eruvchan jadvali bor-ku. Eruvchan jadvalida mana eruvchan jadvali bo'lsa, kationlar turadi tepada. Alyuminiy kationi bilan bu yoqda anionlar turadi. Karbonatni qo'shadigan bo'lsak, birlashtiradigan bo'lsak, ikkita olib kelamizda minus qilib qo'yibdi. Minus. Bilamizki, eriydiganni E harfi bilan belgilaydi, qiyin eriydiganni Q bilan, oz eriydiganni O harfi bilan belgilaydi. Mana bunaqa minusga belgilanganlari bor va o'zi ta'rifini yozib qo'yibdi. O'sha eruvchan jadvalda tagida opsiya beradi. E degani eriydi degani.
Q degani qiynaydi, O degani oz eriydi deb yozib qo'yibdi va minusga yozib qo'yibdiki, bu degani bunday modda suvda mavjud emas. Suv ta'sirida parchalanadi deb qo'yibdi. Ko'radigan bo'lsak, men hozir shu narsani tashlayman guruhga. Ko'rib olasizlar. Ana shu narsani ko'rishimiz mumkin. Oz eriydiganni O bilan belgilaydi va minus qo'yadi. Bunday modda suvda mavjud emas. Mana tashladim. Pastki qismiga qarasak, pastki qismiga minus qilib qo'yibdi. Bunday birikma mavjud emas yoki suvda parchalanadi deb yozib qo'yibdi. Ko'rdinglarmi? Guruhga qaranglar. Guruhga qaradilarmi? Alyuminiy bilan karbonatni qo'shsanglar, xuddi shunaqa modda hosil bo'ladi. Mana alyuminiy bilan karbonat qo'shilsa, minusli narsa turibdi. Minusli degani suv ta'sirida parchalanadi. Demak, alyuminiy karbonatni suv bilan nima qilamiz? Reaksiyaga kirishtiramiz. Plus HOH. Yana vodorod bilan alyuminiy joy almashadi. Alyuminiy OH3 hosil bo'ladi. Va H2SO3. H2SO3 bunaqa modda eritmada mavjud emas, ya'ni karbonat kislota beqaror-ku. Karbonat angidrid bilan suvga aylanib ketib qoladi. Suvni mayli yozib o'tirmaymiz. Va natriy alyuminiy joyiga kelsa, natriy sulfat hosil bo'ladi. Natriy sulfat hosil bo'ladi. Mana. Ana endi tenglashtiramiz. Tenglashtirib olamiz. Xo'p, chapda 3 ta sulfat bor. Men bu yerga 3 qo'ysam, natriy sulfatni yoniga qaytsin. 3 ta natriy sulfat tarkibida 3 ta sulfat bor. Endi o'ng tarafda 6 ta natriy bo'ldi, men bu yerga. Endi alyuminiy chapda 2 ta, bu yerda 2 ta bo'lishi uchun 2 qo'yishimiz kerak. Karbonat chapda 3 ta, mana bu yerga ham 3 qo'yilishi kerak. Endi mana bu alyuminiy karbonatni moliga o'tib olamiz. Qancha alyuminiy karbonat deyilgandi? Alyuminiy karbonat qancha deyilgandi? Birinchi masalaga qaranglar, 100 gram 6.36%. Srazi 100 gram 100%, 6.36 gram bo'lsa, 106 ga bo'laman. 0.06 gram. 0.06 mol. Mana buni moli 0.02, buni moli 0.06. Endi qaranglar. 1 mol alyuminiy sulfat bilan, mana 1 mol alyuminiy sulfat bilan 3 mol nima qilyapti? Natriy karbonat reaksiyaga kirishyapti. Endi qarayman. Alyuminiy sulfatni hammasi reaksiyaga kirishganda, mana bu natriy karbonat yetadimi yo'qmi topaman birinchi. 0.02 mol reaksiyaga kirishganda hammasi alyuminiy sulfatni qancha natriy karbonat reaksiyaga kirisha oladi desam 0.06 yetadimi? Yetadi. Kakras o'zi ortib ham qolmaydi, yetib qoladi. Nima deydi? Barobar bo'ladi. Hech narsa qolib ketmaydi ekan demak. Natriy karbonatimiz 0.06 ketyapti, 0.02 alyuminiy sulfat ketyapti. Va hosil bo'lyapti mana cho'kma. 2 ko'paytirilgan alyuminiy gidroksid massasi necha? 27 plus 78 bo'lar ekan. 2 ko'paygan 78 gram cho'kma hosil bo'ladi va chiqib ketayotgan gazimizning massasi 3 ko'paytirilgan 44 gram. Gazni massasi. Mana shu ikkalasi eritma massasining kamayishiga sabab bo'ladi mana shu ikkalasi. Va hosil bo'lyapti alyuminiy natriy sulfat 3 ko'paytirilgan 142 gram. 3 ko'paytirilgan 142 gram. Ana 0.02 mol bilan 0.06 mol va qancha cho'kma, qancha gaz chiqdi deb. O'zi birdan hisoblab yozaman. Bu kamayish hisobiga ketadi-ku bu. Sirazi qo'shib yozaman. 2 kare 78 degani bu 156 qo'shaman 3 ko'paygan 44. 288. deb yozyapman. Tushundinglarmi? Mana 288 deb yozishim sababi cho'kma ham eritma massasini kamaytiradi mana. Gaz ham eritma massasini kamaytiradi 288. Endi qancha kamaytirdi va qancha nima hosil bo'ldi? Natriy sulfat hosil bo'ldi deb topaman. 288 ko'paygan 0.06 bo'lingan 3. 5.76 gram eritma massasi kamayapti. 3 ko'paygan 142 ko'paygan 0.06 bo'lingan 3. 8.52 gram nima hosil bo'lyapti? Natriy karbonat hosil bo'lyapti. Endi oxirgi eritmadagi natriy sulfatni massa ulushini hisoblaymiz.
Chiqayotgan natriy sulfatimiz mana 852. Bo'lamiz. Nimaga? Qaranglar, alyuminiy sulfat eritmasi 100 gram edi. Ustiga qo'shildi alyuminiy sulfat eritmasi 100 gram edi. Ustiga qo'shildi natriy karbonat eritmasi 100 gram. Cho'kma va gazlar umumiy hisobda qancha bo'ldi? 5,76 gram bo'ldi mana. 5,76 ni ayirib yuboramiz. Bu 852 eritmadagi tuzni massasi ko'paytiramiz 100% ga. Kim tushunmadi shu joyga? 200 dan 5,76 ni ayiramiz. 194 24. 4,386 yoki 4,4 degan javobni nima qilishimiz kerak? Olishimiz kerak 4,4%. Qaytadan tushuntiraymi? Qayerga tushunmadinglar? Masalaga tushundinglarmi? Masalaga. Alyuminiy sulfat 100 gram eritmasi bo'lgan. Natriy karbonat ham 100 gram eritmasi bo'lgan. Ana shu ikkala moddalar eritmalari qo'shilgan. Alyuminiy karbonat chiqishi kerak edi-ku, nimaga yozmadim? Sababi alyuminiy karbonatni ko'rsanglar eruvchal jadvalda minus qilib qo'yibdi. Bunday modda suv bilan reaksiya kirishib parchalanib ketadi degan. Alyuminiy gidroksid va karbonat kislota hosil bo'ladi. Karbonat kislota o'z navbatida karbon angidrid gazni chiqazib yuboradi. Eritma massasini kamayish. Mana ana shu ikkalasi hisobga bo'lyapti. Alyuminiy gidroksid bilan karbon angidrid chiqib ketish hisobga va 3 ta natriy sulfat hosil bo'ladi. Tenglashtirib oldik reaksiyalarni. Bu 0,02 mol ekan, mana bu 0,02 mol, bu esa 0,06 mol. O'zi reaksiyada 1 ga 3 reaksiya kirishyapti. Bizda ham qarasanglar 0,02 0,06 degani nisbati 1 ga 3 degani o'zi. Demak, hech qaysi qolib ketmaydi. Ikkalasi ham bu nisbat stoichiometrik nisbat deyiladi. Stoichiometrik. Bunaqa nisbat stoichiometrik. Ikkalasi ham qoldiqsiz bir-biri bilan ta'sirlashib ketadi. 0,02 bilan 0,06 qancha massa kamayish, mana 5,76 qancha tuz hosil bo'ldi 852. O'sha tuzni massasini bo'lib yuboryapman. 100 gram bu eritma massasi, bu 100 gram bu eritma massasi va 576 bu gaz va cho'kmalarning umumiy massasi bo'ldi. 100 ga ko'paytirib qo'ysak 4,4% bo'ldi. Tushundikmi? Ikkinchi masalaga qaraymiz. Tushungan bo'lsanglar agar, ikkinchi masala. 5,4 gram alyuminiy metalli deyapti. Noma'lum metal gidroksid eritmasida eritilganda, demak, alyuminiy metal gidroksid eritmasida eritildi. Reaksiya quyidagicha bo'ladi. Metal alyuminiy OH dan 4 ta. Mana shunaqa tetragidrokso alyuminat degan tuz hosil bo'ladi. O'sha meta-alyuminat va yo'q, meta-alyuminat debdi. Va gaz massasi. Demak, bunaqa reaksiya bo'lmaydi. Meta-alyuminat degani H alyuminiy O2 degan kislota bor. Meta alyuminat kislota degan kislotamiz bor. Demak, bu yerda metalni o'sha vodorod joyiga keladi metal va metalli meta-alyuminat tuzi hosil bo'ladi. O'sha alyuminiy metal gidroksid eritmasiga eritilsa, qanaqa bo'lar ekan? Ya'ni metal alyuminiy O2 plus vodorod. Reaksiya mana shunaqa bo'lar ekan. Tenglashtirib olsak, 2 ta kislorod, 3 ta vodorod bo'lsa, 1,5 ta vodorod chiqib ketsa, 3 ta vodorod o'ng tarafda bo'ladi. Reaksiyamiz mana bunaqa. Bu ko'rinishda yozsak ham to'g'ri, lekin bizda aytayaptiki, mana bu
Metaalyuminat mana shu narsa. Metaalyuminat kislotani tuzi. O'sha metalli tuzi. Noma'lum metaldan iborat deyapti-ku. Olingan metaalyuminat va gaz massasi farqi 19 gram bo'ldi. Demak, yozamiz. O'zi reaksiya teng. 5,4 gram alyuminiy mana shu metal gidroksid eritmasida eritilgan paytda mana bu metaalyuminat kislotani tuzi bilan gazni massasini farqi delta. Deltasi qancha bo'lgan? 19 gram bo'lgan. Endi qaranglar. Necha gram alyuminiy reaksiya kirishyapti? Reaksiya bo'yicha 1 mol, ya'ni 27 gram. Ana shuncha gram alyuminiy reaksiya kirishgan paytda qancha farq bo'ldi deb topamiz. Mana bu modda bilan mana bu moddani farqini topamiz. Gazni farqi 0,2 bo'lsa 95 bo'lar ekan. Demak, qaranglar endi. Mana bu metal alyuminatimiz 1 mol. 1 ko'paytirilgan metalimiz X bo'lsa, alyuminiy 27 bo'lsa, plus 32 kislorod bo'lsa, ayirib yuboramiz 1,5 mol vodorodning massasini. Barobar mana shu 95 kelib chiqish kerak. Tushundinglarmi? 98 9 59 39 X barobar 39 bo'lar ekan. Bu demak kaliy metalga mos keladi. Kaliy metalga mos keladi. Tushundikmi bu masalaga? Ortiq Hanifa, tushunyapsizlarmi? Reaksiyani yaxshilab yodlab olasizlar. Metaalyuminat kislotalamasi o'tganmiz. H alyuminiy O2 deganmiz. O'sha metaalyuminat kislotani natriyli, o'sha natriy emas endi bu yerda. G'arov o'tib ketib qoldim. Bu yerda natriy emas, bu yerda kaliy bo'ladi. O'sha metalli tuz mana. Metal alyuminiy OH4 bo'ladi. Metal alyuminiy O2. Bu kompleks tuz mana bunaqa. Kompleks tuz hosil bo'ldi desa mana buni olasizlar. Kompleks tuz desa metal alyuminiy OH dan 4 ta kompleks tuz. Metaalyuminat tuzi hosil bo'ldi desa metal alyuminiy O2. Chunki H alyuminiy O2 dan hosil bo'ladi. H degani bitta vodorod chiqib ketadi, bitta metal keladi. Bir valentli metal bitta keladi. Plus vodorod. Reaksiya shunaqa bo'ladi. 5,4 gramdan mana bu 5,4 alyuminiy reaksiya kirishgan paytda mana bu birikma bilan mana vodorodning farqi 19. Mana masalada 1 mol alyuminiy 27 gram alyuminiy reaksiya kirishganda qancha farq? 95. 95 degani bu mana buni 1 moli va vodorodning 1,5 moli bo'lgan paytdagi farq bu. Yozdim mana 1 mol o'sha metal alyuminiy O2 va 1,5 mol vodorod bo'lgandagi farqi 95. Metal o'sha X topadigan bo'lsak, kaliy 39 bo'ldi. Uchinchi masalaga qaraymiz. Aytyapti. Metan asetil olindi. Sharoit reaksiyadan oldingi holatga keltirildi. Yopiq idishdagi bosim 60% ortda. Reaksiyani toping. Demak, metan necha gradusda asetilen hosil qilardi? Necha gradus kerak edi? Mana shu metan asetilen hosil qildi. Sharoit boshlang'ich sharoitga keltirildi. Reaksiyani toping deyapti-ku. Qarasanglar javoblarda hammasi 100% dan kichik. Bu degani metan bir qism ortiqcha qoladi degan. Qaranglar, endi keyingi narsa bosim 60% ga ortdimi? Bosimning ortishi mol ortishi bilan to'g'ri proporsional bo'ladi. Tushundinglarmi? Bosim ortayotgan payt gazlarning moli ortganligi sababli reaksiya natijasida qarasanglar 2 mol metandan 4 mol gaz chiqyapti mana. 1 mol vodorod, 3 mol vodorod, 1 mol asetil. 4 mol gaz chiqqani sababli bosim ortib ketadi o'z-o'zidan. 2 mol gazni
parchalab yuborib 4 mol gaz chiqaryapmiz biz. Demak, bosim ortishi mol ortishi bilan bir xil bo'ladi. 60% ga ortdi. Bosim 60% ga ortdimi, demak, mol ham 60% ortadi. Endi qaranglar. Dastlabki metanni molini o'zimdan xohlagancha olsam bo'ladi. Misol uchun 10 mol olaman. 60% ortadigan bo'lsa, 6 molga ortish bo'ladi, to'g'rimi? 10 ni 60% 6 mol. 6 mol. Demak, 6 mol ortsa, o'zi 10 edi, 6 mol ortsa, demak 16 mol bo'lib qoladimi? Shunaqa bo'ladi. Endi qaranglar. 10 mol jami metan, 2x mol reaksiyaga kirishdi deb olaman. Qolib ketayotgan metan esa 10 minus 2x. Mana qolib ketayotgani 10 minus 2x. Hosil bo'lgan asetilin x mol koeffitsiyentlarga moslab oldimda 3x vodorod hosil bo'ldi. Endi qaranglar. Oxirgi aralashma x asetilin plus 3x vodorod plus 10 minus 2x ortiqcha metan barobar qancha bo'lish kerak? 16 bo'lish kerak. X ni topadigan bo'lsak, x degan bo'lsak, hop 2x qoladi, yo'qsa 6 bo'ladi, 6 ni 2 ga bo'lsa 3 bo'ladi. Demak, 10 mol asid, 10 mol metanning 2x, ya'ni 2 ko'paytirilgan 3 moli reaksiyada ishtirok etdi. Bu degani 6 mol ishtirok etdi. 10 ga bo'lib boramiz 6 ni 100% ga ko'paytiradigan bo'lsak, reaksiya unumi 60% bo'ladi. Bu endi hozir bosim 60% ortdi deyapti-ku. Bu 60 bilan bu 60 farqi bor. Sizlar olib ketmanglar, yana boshqacha savol kelib qolsa 50% ortdi desa, reaksiya 50% bo'lib ketadi emas. Ishlashinglar kerak albatta. Mana 10 mol bo'lgani uchun 60% ortgani uchun bosim mol ham 60% ortdi, 16 mol bo'lib qoldi. Agar 80% ortsa edi, 10 molni 80% ortishi 8 mol ortish 18 mol bo'lib qolar edi. Bu bilan bu bir xil deb ketmanglar. Masalan, ishlamasdan bo'ldi 60 bo'lgan, 60 bo'lsa, reaksiya unumi ham 60 bo'ladi deb ketmanglar. Farqi bor, ikkalasini farqi bor. Tushunarlimi? Hop, hozir